Bugun sizlarga Musallim Group tomonidan qurilayotgan Yangi O'zbekiston turar joy majmuasida 69 metr kvadratdan iborat bo'lgan 3 xonalik tayyor remont holatdagi kvartiramizni obzorni ko'rsatamiz. Oxirigacha ko'ring, oxirida batafsil ma'lumot beramiz. Marhamat. Kirib kelishingiz mumkin. Qanaqa keng, shinamgina prixoshkamiz va qarang qanaqa jihozlar qo'yib qo'ygan tayyor holatda va dekorativ oynalarimiz bor. Albatta bu juda ham ahamiyatga ega buyum ekan. Oldin bilmaganim, sababi uydan chiqib ketayotganda ayniqsa ayollarimiz o'ziga qarab ketish uchun juda ham yaxshi yechim qilingan. Keling, birinchi mehmonxonamizdan ko'ramiz. To'g'rida kirib kelganingizda mehmonxonamiz bo'ladi. Qarang. Qanaqa chiroyli tayyor jihozlab qo'yilgan, pardalar, mebellar, juda ham chiroyli lyustralar, mebel bilan oboi rangi bir-biriga juda ham mos tushyapti va TV zonamizga e'tibor bering. Bu ham mebellar rangida juda ham zo'r chiqqan. Endi keling, oshxonamizni ko'ramiz. Bu tarafda oshxonamiz bo'ladi. Marhamat, kirib ko'rsatishingiz mumkin. Oshxonamiz biroz kichikroq, shinamgina bo'ladi. Tayyor jihozlangan, remont holatda bo'ladi. Qaranglar qanaqa chiroyli, shinamgina. Endi yuring. Bolalar xonasi bu tarafda bo'ladi. Shinamgina detskiy spalnimiz. Agar 4 ta farzandingiz bo'lsa, 2 qavatlikdan 2 ta chekkaga 2 ta divan qo'yib joylashtirsangiz bo'ladi. Juda ham shinamgina, qulayliklarga ega bo'lgan yotoqxonamiz bo'ladi. Endi ota-onalar yotoqxonasini ko'ramiz. Qaranglar qanaqa zo'r. Xuddi mehmonxonaga o'xshaydi. 2 ta derazasi bor, lekin bu ota-onalar yotoqxonasi juda ham shinam va chiroyli yorug' tarzda bezatilgan. Endi saunzel bilan hojatxonamizni ko'ramiz. Keling. Asosiysi saunzel hojatxonamiz kirib kelishda bo'ladi. Bunisi keling, marhamat, dushimiz bo'ladi. Ko'rsating. Keyingina ancha oppoq tarzda bezatilgan kafelar bilan eng so'nggi rusumdagi santexnika jihozlar bilan bezatilgan. Bunisi hojatxonamiz. Anchagina bu ham keng. Joyi ko'ryapsiz. Ushbu xonadonimiz 69 metr kvadratdan iborat 3 xonalik tayyor remont holatda xuddi shu holatda topshiriladi egalariga. Ko'rdingiz, juda ham chiroyli remontda chiqqan. Batafsil to'liq ma'lumotlarni kommentariyaga yozib qo'ydim. Narx-navosi qanaqa qilib olishingiz mumkin, bo'lib to'lashga yoki ipoteka subsidiyaga olsangiz bo'ladi. Pastda telefon raqamlaringiz bor. Aloqaga chiqib batafsil to'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin yoki-da sotuv bo'limimizga kelib to'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Ushbu videoni barcha chustli yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Uy qidirib yurgan, albatta ko'rishsin, ma'qul kelishsa shartnoma tuzib beramiz. Albatta like bosishni esdan chiqarmang.